Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar Umar Mo'minov kanalidasizlar va bugungi videomni ko'rib turganingizdek hammalarni xursandman va bilganingizdek videoni ustida obloshkasini ko'rganingizdek sразу уже bilasiz nima bo'lishini bu videoda nima o'rgatishimda va bugun ko'pincha sun'iy intellekt bo'ladi. Photoshop ochib qo'yishga ochdim bu Photoshopni, lekin agar nimadir o'zgartirish kiritish kerak bo'ladigan bo'lsa kiritamiz. Atak o'ylaymanki bugungi videoda bizga kiritish kerak bo'lmaydi va hammasini neyrosetni sun'iy intellekt orqasida hammasini bitiramiz. Xo'p, bo'lmasam like, podpiska, почти 2 oy video qo'ymadim. 2 oyda ichida juda ko'p odam menga obuna bo'ldi. Men juda xursandman. Video qo'ymaganimda ham Telegram kanalimga va hozirgi YouTube kanalimga ham odamlar obuna bo'ldi va men juda xursandman. Oldingi videolarim sizlarga yordam berayotgan bo'lsa. Va endi yozga ortda ko'proq video chiqadi, chunki o'qishlarimni ham bitirib oldim. Bo'lmasin, ketdi bo'lmasin. Xo'p, o'tqizaman, sizlarni birga qilaman. Xo'p, ko'rib turganingizdek, biz Gemini'ga kirishimiz kerak bo'ladi. Gemini bilsanglar kerak. Gemini qanaqa aytsanglar bilmayman, qanaqa aytadi, men Gemini deyman. Va ChatGPT nimaga ochib qo'ydim. Sirada aytib qo'ymoqchiman. Agar sizlar ChatGPTda har doim qiladigan bo'lsanglar va agar sizlarda ChatGPTda podpiska bo'lsa, sizlarda sotib olgan bo'lsanglar ChatGPT Plus bemalol ChatGPT qilganingiz yaxshi, chunki kimgadir ChatGPT qulay, kimgadir Gemini qulay, lekin men bugun Gemini'ni qilaman. Xo'p, o'zingizlar eksperiment qilib ko'rsanglar bo'ladi. Ikkita sun'iy intellekt o'rtasida qaysi biri yaxshiroq? Nima o'ylayman, baribir Gemini zo'r. Xo'p, qaranglar, men birinchi o'zimizga kerak bo'ladigan tovar tanlab olamiz. O'zingizni tovaringiz bo'lsa hozir o'sha anunga kirasizlar, topasizlar konkurentlarnikini. Xo'p, ko'rganingizdek, men hozir televizor oldim. Namuna ko'rsatish uchun, namuna qilib ko'rsatish uchun men hozir Smart TV oldim va unga yana 2-3 ta konkurentlarnikini topib qo'ydim. Nimaga? Chunki biz konkurentlarnikidan kelib chiqib, analiz qilib o'zimizga olamiz. Xo'p, bunisini olib qo'ysak bo'ladi deb o'ylayman. Yo'q, mayli, tursin. Just ko'rsatish uchun sizlarga namuna qilib ko'rsatish uchun tursin. Xo'p, ko'rganingizdek juda zo'r kartochka, juda zo'r, menga to'g'risini aytsam yoqdi va zo'r ishlangan. Bilmayman, sun'iy intellektga ham o'xshatdi, lekin dizayner qilinganiga ham o'xshatdi. Hozircha to'g'risi aytishni qilolmayman. No, tegidagi anularni ko'rib, bu menimcha sun'iy intellekt qilgan deb o'ylayman do'stlar, chunki buni odam o'qigan bo'lishi mumkin, lekin men o'ylayman buni sun'iy intellekt qilgan. Lekin bo'lishi mumkin do'stlar, tekstni, tipografikasini odam yozgan bo'lishi mumkin. Men bularni generatsiya, kompozitsiyani sun'iy intellekt orqali va tekstni o'zlari qilgan bo'lishi mumkin. Uzr. Hop, mana ikkinchi monitordan o'tga ko'chirdim. Endi qaranglar nima qilamiz? Bu yerga tashladim, to'g'rimi? Yozamizda va kartochka referenslarni qo'yishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, mana yozib qo'ygan edim. Dop slide mana. Bularni kartochkalarni mana konkurent kartochkalarni olamiz. Qo'rqmanglar, biz ularnikini polностью o'zimizga ko'chirib aniqlaymiz. Просто ularni zo'r narsalarini tahlil qilib, nimasi yaxshi ichidan o'zimizga olib, просто shularni kartochkalarni zo'rroq qilib yasaymiz va stili, dizayni zo'r bo'lishi shart emas, chunki bilasizlar, hozirgi kunda chunki hamma AI ishlatyapti. Hech kim dizayniga qaramayapti o'sha va shu yaqin oralada meni hozirgi tayyorlayotgan narsamiz ham bo'lganidan keyin maslaga pulni zo'r video chiqazaman. Ko'rasizlar, sizlar ham o'zingizlar ko'rib, ishlatib ko'rsanglar bo'ladi. Xo'p, bularning kartochkasini olamiz, bu yerga tashlaymiz. Hamma slaydlarni, bor slaydlarni olamiz, o'zimizga tashlab olamiz. Просто ko'rsatish uchun tak ikkinchisini qo'yamiz va bo'ldi, qolgani anu ekan bo'ladi. Shu uchun faqat shu ikkita bo'ladi bizga. Все, tashlaymiz. Hozircha shu men tayyorlagan prompt bo'yicha tekst strategiya bo'yicha ishlaymiz. Ko'rib turibsizlar va hamma shu tekst o'zlari hamma narsa Telegram kanalimda bor. Bo'ldi, birinchi tekst oldik, hozir endi ikkinchi chiqazib bergandan keyin sразу ikkinchi tekst qo'yamiz. Sizlar faqat meni orqamdan qaytarib tursanglar do'stlar, bo'ldi, o'sha tayyor narsa qilib berdim va rezultatni birga hozir ko'ramiz. Mana 6 ta slayd qilib berdi va sizlar o'zingizga yoqqan slaydni yozasizlar. Men 6 ta deb yozdim. O'zi prompt strategiyam o'zi 6 ta va sizlar har bir tekstni o'zingizga moslashtirib o'zgartirishinglar mumkin va bu
ham o'zingiz ishlatsanglar bo'ladi, xohlasanglar boshqalarga ko'rsatsanglar bo'ladi. Va shu. Xo'p, bo'ldi. Keyingi tekstni tashladim, keyingi zaprosni va keyingisi nima? Bularni o'sh kartochkasini oldik va yana 2 ta 3 ta konkurentni olamiz. Ko'rganingizdek, bularni ham infografikasini olib tashlaymiz va yana bittasini olib tashlaymiz. Sizlar xohlaganingizni tashlasanglar bo'ladi agar ko'proq info olmoqchi bo'lsanglar, lekin men bugun sizlarga ko'rsatish uchun namuna qilib shuni o'zi menga yetadi. Xo'p, keyingisi dalishni bosamiz va hozir chiqazgandan keyin bizga ko'ramiz nima chiqazib beradi. Fotokарточки проанализировал, вот hamma narsa chiqazib beryapti. Sizlar o'zbekcha variantini ham tashlab qo'yaman, qo'rqmasanglar bo'ladi. Hozir olmasanglar bo'ladi. Agar kimdir ruscha tushunmayman desa. Xo'p, keyingi zapros bizda mana bu bo'ladi. Напиши prompt. Keyingisi bizda 5 ta strategiya, 5 ta yo'l bilan bo'ladi. Hozirgi 4-inchisi bizda. Va hozir keyingi bizni anoni qo'yamiz. Несколько referenslar. Несколько referens. Yana 1-2 ta referens qo'yishimiz kerak bo'ladi. Напиши prompt. Mana yana bitta shu boshidan yana 3 ta referensni yana bir marta qo'yib chiqishimiz kerak bo'ladi. Hop. Bularni olamiz. 1 2 har birida referensni ko'rsatib o'tib ketish shart bo'ladi, chunki oldingi chiqazib bergan narsasini olib ishlatib qo'yish mumkin. Shuning uchun sal xatolik ketishi mumkin. Shuning uchun har bir zaprosda aytilgan joyda referensni ko'rsatib ketish kerak bo'ladi. Xo'p, mana bu yerda sal xatolik ketibdi. Mana bu bosamiz, shu prompt и bosamiz. Отправить. Va ko'rayotganingizdek AI bilan hozir juda ko'p narsa biz uchun bu prompt sam создание изображения qildi, bu bug bo'lsa kerak. Va hamma narsa do'stlar hozir AI ga bog'liq bo'lib qolyapti. Dizaynerlarga oldin dizaynerlardan 80-100 mingga otgan bo'lsanglar, hozir prosta shu AI ni o'zidan ham qilsanglar bo'ladi, chunki o'sha ko'plar sotib olmayapti ham. Men sizlarga aytaman, shu sekret bo'lsa ham, ana bo'lsa ham aytaman, hozircha o'sha hamma ko'tarilyapti, bilasizlar, rossiyskiy rynokda ham xuddi shunaqa narsa. Hozir hamma AI ga o'tib ketdi, chunki dizaynerlar 2000-3000 rubldan qilyapti. Bu nimagadir bizga berdi. Напиши prompt deb oxiriga yana yozishimiz kerak. Напиши текстом. Va yana boshidan bir qo'yib chiqishim kerak bo'ladi. Va sizlar buni telefondan ham qilsanglar bo'ladi, kompyuterdan ham, notebookdan ham, nimadan sizlarga qulay bo'lsa shundan qilsanglar bo'ladi. Va hozir kopirayt qo'raman buni ham, yana bir marta tashlayman. Nimagadir sal tushunmay qoldi, shuning uchun promptni to'g'ri yozish kerak. Men sal noto'g'ri yozib qo'yaman. Shuning uchun bo'lib turadi bu narsa, hech qisi yo'q. Va Gemini'da bitta narsasi bor, ko'rib turibsizlar, mana bu yerda zvezdochkasi turibdi, to'g'rimi? U sразу bilinib turadi va hozir sizlarga shuni olib tashlashni o'rgataman. Hozir Photoshopdan olib tashlasa bo'ladi uni. Hech qanaqa og'riqsiz, sanusiz olib tashlasa bo'ladi. Mana bu пример текста для вставки в нейросеть chiqazib berdi bizga ko'rayotganingizdek. Hamma narsa chotki va bo'ldi. Buni olamiz, shuni qo'yib turamiz. Hopda, zo'r, hammasi bor bizda. Endi bitta oxirgisi qoldi. Создай o'sha biz o'zimiz yozamiz. Создай вертикальную для marketplace tуда-сюда. Bo'ldi. Buni pastroq tushiraman, o'tga yozaman. Biz bu Wildberries va Ozonga qilingan edi. Va 1080 1440. Bu uzunga eslab qolinglar. Hozir uzun market uchun ko'rsataman. Yandex uzun marketdan Wildberriesga ham to'g'ri keladi bu. Pixely для marketplace shu. Hammasi tayyor. Endi ko'ramiz. Xo'p, esimdan chiqibdi. Hozir tovarni qo'yaylik. Mana bu oq varianti bor edi. Shuni prosta olib namuna qilib ko'rsataman. Agar shu tovarni egasi ko'rayotgan bo'lsa, bemalol ishlashingiz mumkin o'zingiz ham. Prosta olib ko'rsataman. Keyin mana bu yerda referensni olamiz. Referensni olamiz, qo'yamiz va bo'ldi. Hozir endi ko'ramiz nima chiqazib berishini. Endi kutamiz. Generatsiya bo'lyapti, создание изображения. Endi hozir ko'ramiz nima chiqazib berar ekan bizga. Chunki prompt to'g'ri yozib, strategiya bo'yicha qilsak, bizga zo'r, chotki narsa qilib berishi shart va to'g'ri qilib beradi. Hop, создание изображения ketyapti. Ko'rganingizdek hammasi mana JPG qilib qo'yibdi o'zi. Mayli, bu o'zi uchun tushunsa bo'ldi. Biz uchun shart emas, o'zi tushunsa bo'ldi. Уютный, эстетичный, было hamma chiqazib bergan narsalar. Do'stlar, qaranglar, bu prosta
wow effekt chiqarib beryapti. Nimaga wow effekt deyman? Xuddi dizayniga qaraganda dizayni chуть-chуть baribir ham o'rtadan pastroq dizayn, lekin tipografiya va tovar turishi bo'yicha вообще ideal holat do'stlar. Va biz bunga kiritish qilishimiz ham mumkin. Qanaqa desangiz, olib yozamiz. Измени атмосферу на киношную, дома темную, вечернюю, с мягким теплым светом. Все, nima dedim? O'tda atmosferasini o'zgartirib, sal kino stilida qildim. Uy kompozitsiyasi kech kuchib turgan shu svet va mягкий svet, shu kechqurungi zakat bo'layotgan narsa. Tushundilar deb o'ylayman. Sal tushuntirish qiyin, menda o'zbek tiliga sal qiynalaman, shu uchun harakat qilib shuni sizlarga ko'rsatib tushuntirishga harakat qilyapman. Va hozir yana sizdan izobrazim va do'stlar, hozirgi o'zini ishlatsanglar bo'ladi. Nimaga? Chunki kompozitsiya tekst bo'yicha umuman muammo yo'q. Plus buni o'zini ishlatsa ham bo'ladi, lekin men darabotka qilgim keldi va sal не то tushunib qoldi meni. Xo'p, realizm deylik, сделай в реализме читабельно и реалистик. Так. Nima bo'lib qoldi menda? Sanator ketgan bo'lsa ham hali tushunib oladi-yu. Endi ko'ramiz. Shuni sal darabotka qilish kerak bo'ladi. Buni yengil nimadirini o'zgartirib, chunki hamma narsa bitta narsa bo'lmaydi. O'zingizlar ham bilasizlar, AI ishlatib ko'rgan odamlar qanaqa sizlarni tushunsa, agar to'g'ri yozgan bo'lsangiz, to'g'ri chiqazib beradi. No, agar uni sal ishlov изменение, nimadir yengilsini kiritish kerak bo'lsa, baribir uni prompt bilan yozib, to'g'rilab uni bersa bo'ladi. No, lekin baribir ham начну qilmadi-yu, no более-менее уже цветli sal o'zgartib bejevый rangi, televizor ichi sal neto'g'ri bo'lib qoldi. No, bo'lmasa bunaqa qilamiz. No, kompozitsiya yaxshi, televizorni o'zgartirishimiz kerak, ichidagi narsani внутри televizora поставь какую-то, lekin передачу, давайте поставь внутри, измени фон на белый вместо бежевого. Все. Bo'ldi. Shuni kiritsak o'zi zo'r bo'ladi, chunki mana bu Glass yangi, agar bilsanglar, iPhone'da yangi обновлениясida Glass orqasida sal effektlar bilan qilingan, xuddi shunday effektni qilib berdi. 4K Ultra HD, hamma narsa zo'r turibdi, menga yoqdi. Ikkita variant ishlatsak bo'ladi. AB test qilib, bilasizlar, agar ko'plab ishlatib ko'rgan bo'lsa, AB test deyiladi bu narsa. Mana bu oq variantini ham chiqarib berdi, mana zo'r, mana shu вообще zo'r yoqdi menga kompozitsiya, такой свет, плавненький, мягкий свет tushib turibdi va bo'ldi. Men o'ylayman boyagisi yaxshi chiqqan ekan, mana shu zo'r variant chiqqan ekan. Buni hozir yuklab olamiz, skachaytni bosib va qo'shdim. Xo'p, endi bunga tashlaymiz. Photoshopga tashlab, hozirgi zo'r lifehack o'rgataman. Va agar ko'rayotgan bo'lsanglar, mana bu sal звездочка turibdi, bu bilan qo'ysanglar, baribir odamlar bilib qolishadi, ko'rishadi, Gemini qilgan ekan. Baribir bilsam, lekin bu chiroyli turmayapti, baribir ham reklama bo'lib qolyapti. Qanaqa olib tashlaymiz? Photoshop ko'chirganingizdan keyin bu yerda instrument bo'ladi, J ekranda chiqdi. J ni bossanglar, instrument точное восстановление кисти, ustiga bitta bossanglar, bo'ldi. Yo'qoladi. Agar sal noto'g'ri yo'qolgan bo'lsa, uni bitta o'chirib chiqsak bo'ladi, mana qilib. Va o'zi to'g'rilanishi kerak bo'ladi. Buni sal tizib olsak o'zimiz ham bo'ladi. Buni hech kim baribir ko'rmaydi. Bunaqa yo'q, baribir ham sal noto'g'ri chiqib qoldi. Mana shu yerdan tizib olsak, o'zi chiroyli chiqadi. Sal so'ramiz va kis bilan botini yofaramiz. Va bo'ldi do'stlar, botga uncha hech kim qaramaydi baribir ham. Xuddi shunaqa qilib o'chirasizlar, bir xil joylardan ko'rganingizdek baribir ham salgina detal qoladi-yu, bir ko'p suvchilarda, ko'p anulada unaqa bo'lmaydi, u joyi ko'rinmaydi ham. Xo'p, agar ko'rayotgan bo'lsangiz, kачествоsi ham salgina agar prosess qilgan bo'lsa, bu yerda yana bir marta bizga Photoshop yordam beradi. Преобразовать ikkinchi prava knopka myshi bosib,
o'ng tomonni bosib, preobrazовать в smart obyekt bosib, filtr, kamera rawga kiramiz, Photoshop o'zida. Va mana bu yerda ana degan narsa bor. Mana buni yoqib olamiz, переключатель ko'rishimiz uchun. Pastrochisi detalizatsiya degan joyni topamiz va ko'rayotganingizdek kачествоsi 2 barobar yaxshiroq bo'lyapti. И уменьшение шума salgina yoqamiz buni ham. Bo'ldi do'stlar. Detalizatsiyasi bo'yicha vashi chotki bo'ldi, ko'rayotgan bo'lsanglar va bo'ldi. Buni сохранить, fayl qaranglar, fayl eksportировать как qilib, keyin buni JPG formati сохранить qilishimiz kerak bo'ladi. 2 megabaytdan oshmashi kerak, chunki 2 gigabaytdan keyin uzun olmaydi sizlarning rasminglarni. Olmaydi. Va bo'ldi. Eksport qilamiz, tanlaymiz va сохранить qilamiz. Va ko'rganingizdek bu juda zo'r rezultat do'stlar. AI dan turib shunaqa rezultat qilish bu juda zo'r, ideal rezultat. Va agar ko'proq ma'lumot ega bo'lmoqchi bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolaman va agar sizlarga ham shu dizayn o'zi agar sizlar vaqtingiz yo'q bo'lsa yoki undan ham yaxshiroq realizmni ekranda ko'rib turgan ishlardek qilmoqchi bo'lsanglar, AI menga bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi do'stlar. Oldingida narxi 80 ming, 100 ming bo'lgan bo'lsa, unaqa bo'lmaydi narxi o'sha, chunki men AI orqali qilaman ishni, o'zingizlar ham bilib turasizlar shu AI orqali qilinganini. No zato kачественно bo'ladi va narxi ham pastroq bo'ladi do'stlar. Shu narx pastroq oldingida emas va bemalol murojaat qilib tovaringlar bo'lsa, ko'proq bo'lsa, unga gaplashib ob'yemiga yaxshi chiroyli qilib ishlarni bitirib beraman do'stlar va CTR ham ko'tariladi. CTR ko'tarilib, o'zingizlar ham keyin ko'rib menga rahmat deysizlar. Shuning uchun kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Sizlarga zo'r ma'lumot o'rgatdim, chunki o'zbek YouTube'ida hali to'g'risini ko'rmadim. Ko'rgan bo'lsanglar ham balki nimadir ajratilgan bo'lsa kerak va sizlarga strategiya berdim. Shuning uchun Telegram kanalimga o'tib olasizlar, olasizlar ruscha, o'zbekcha variantini xohlagan variantinglarda qilib ko'rsanglar bo'ladi. Ko'proq test qilib ishlasanglar, hammasi chotki bo'ladi. Sizlar Umar Mo'minov kanalida edinglar. Hammaga rahmat va xayr do'stlar.